Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa qisqacha traktor va texnikalarga agregatlarni ko'rsatib, narxlar bilan tanishtirib, obzorni qilib o'tib ketamiz. Kimga nima kerak bo'lsa, pastda nomerlar qo'yamiz. Bo'lib to'lash, narx, pul ko'chirish yo'l orqali sotib olsa bo'ladi bizning agregatlarda. Bir chetdan ketadigan bo'lsak, bu diskoy baranamiz bo'ladi, sudratma bo'ladi, o'rtasida silindrlar bilan jihozlangan, mana traktor bo'ladigan joylari. Traktorda bemalol ko'tarib, tushirib, ishlatib ketsa bo'ladi. Ramalari ham o'ziga yarasha baho ramalar qo'yilgan. 66 dyumli disklar bilan jihozlangan bo'ladi. Buni zafati 4 metr bo'ladi akalar. Va keyingisi Belarus traktorlariga zo'r tushadigan. Bu narxni aytmadik ekancha. Buni narxi 125 million so'm kelishtirib beramiz. Dastlabki ichida qilib, bo'lib to'lash qilib beramiz. Bunga 2,5 metr zafarli bo'ladi, navisnoy. Ya'ni navisnoy holatda ko'tarib yuradigan diskoy baranamiz. Og'irligi 620 kg, 2,5 metr aytganimizdek 75-60 yozib qo'ygan birkasi 80-82 950 kg bemalol zo'r tushadigan diskoy baranamiz shu bo'ladi. Bularning narxi 37 million so'm. Yana narxdan kelishtirib beramiz va bu yoqda aylanma emas plyuglarimiz bor. Bular turецкий plyuglar. Bular aksiyaga tushgan. Pastga nomerlar qo'yamiz, oxiriga chiqaversa bu narxlari hali endi chiqqan aksiyadagi narxlari. Va mana mini traktorlarga diskoy baranalarimiz, mana dilkanlarni yoptirishyapti. Zavodskoy hammasi tushib qolganlarni yoptirishyapti. Tegishdagilar. Tez xizmati bor. Tizilimiz bor 22 million. Ve mana 2,5 metr zafatli, 3 metr zafatli navisli diskoy baranalarimiz. 3 metr 42 million so'm, 2 metr 22 million so'm dastlabki ichida kelishtirib beramiz. Bu yoqda 3 metrlik diskoy baranamiz bor edi, sotilibdi. 3 metrlik 145 million so'm narxi kelishtirib beramiz. Bu 3 ta xil kategoriya varianti. Mana buni bir boshdan kelish kerak keng. Bir boshdan keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib bu sudratma diskoy barana bo'ladi. Buni mana ulanadi. Silindr joyiga, traktor silindr joyiga ulanadi va bu o'rtasida mana silindrlar bor. Buning zo'r tarafi bunda prujinlik bo'ladi. Ya'ni to'la to'kis joyda tekis bosib ketish uchun prujinlar qo'yilgan. Va zafati 3 metr 100 kuchli tepa traktorlar uchun 2 tonna 350 kg og'irligi. Mana diskalari 50 dyumli diskasi, birinchi diskasi tishlik bo'ladi, ikkinchisi mana boshqacha diskasi bo'ladi. Undan keyin mana o'rtada silindri, baloni bo'ladi sudrab yurish uchun va lazerning lazerniga o'xshash xullas yer tekislovchi moslamasi bor va undan keyin chizini tishiga o'xshagan tirnab ketadigan katuk simon narsasi bor va mana prujin qo'yilgan. Bu prujin bir tepa pastlik bo'lganda bir xil balans ushlab ketish uchun jihozlangan narsa va orqasi mana ketaklari maydalab ketuvchi katukli narsalari bor. Buni endi bo'lib to'lashga qilib beramiz deb aytdik va keyingi agregatlarimiz bizda traktorlar ham bor, mini traktorlardan katta traktorlargacha bor. Bu Solis 45 modeli, Hindistondagi 3 yil garantiyasi bor. Buni 3 yilgacha bo'lib to'lash bor, narxi 250 million so'm. 450 million so'mga 126 kuchlik Farmnet Germaniyaning texnikasi 3 yil garantiyasini qilib beramiz. Xitoy bilan qo'shma korxona ishlab chiqarilgan, pastda nomerlar qo'yamiz, bunga ham 3 yilgacha bo'lib to'lash bor. Va hozir trendga chiqayotgan bizning kultivatorlar bu aksiyaga tushdi 115 million so'mdan. Nihayatski Turkiyani O'zbek firmasining kultivatorlari va bu yoqda enrularimiz bor. Enrularimiz 18 million so'm, 1 tonnaligi 16 million so'm, 600 kiloligi. Buni ham kelishtirib beramiz. Va bu yoqda bitta qopda bundan yana ko'p sotdik, bog' apelsin narxi 27 million so'm. Qayerda yo'q unaqa narxda. Bu ham kardandan ham yonida mana suv tortadigan motor kuchlari bilan jihozlangan bo'ladi. Sepish juda zo'r. Bular ana o'zida suv tortadiganlari bog' uchun apelsin 600 litrlik bo'ladi. 27 million so'm. Buni ham bo'lib turib beramiz. Va bu yoqda kultivator aytdik. Katta traktorlar uchun haydovga 45-50 sm chuqurlikda hayda oladigan bu 5 korpusli plyugimiz. Bunga 186 kuchli tepa traktorlar ishlatyapti. Buni narxi 140 million so'm qilib beramiz. 140 milliondan bo'lib to'lasham qilib berishimiz mumkin. 5 talik predprujning varianti
Bir ko'rsatib o'tdim. Buning zaxati 2,5 metr bo'ladi. Og'irligi 1 tonna 560 kilo. 2026-yilda kelgan. Keyingilardan ko'rsatamiz. Bular ham 5 korpuslik, bu 130 ming so'mlik varianti. Undan buni farqi bu 45 sm chuqurlikda haydaydi. Buni atvali 5 sm kichkina bo'ladi. Og'irligi salkam bir xil, tuzilishi ham bir xil. Bu ham 5 korpus va bu 4 korpuslik pligimiz. 4 korpusimiz 120 ming so'm, 50 sm chuqurlikda hayda oladi. Bu Arion traktorlariga mos tushadi hozirgi kunda. Va bu ham o'shandan bu Belarus traktorlariga 90 kishidan teba traktorlariga 860 kilolik 30-35 sm chuqurlikda haydaydigan 140 gacha zaxlat oladigan pligimiz 3+1 bo'ladi. Bu 42 million so'm, yana dastavkalari bilan kelishtirib beramiz. Rasm nomerni qo'yamiz. Kimga agregatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat.